Siz qo'lingizdan kelmadimi, tinchgina tuzatmang. Bu sizga tajriba quyonchasi emas. Bu sizga ishonib topshirilgan birovning omonati. Bu 3 xil shahardan olib kelingan rebellarning holati to'g'risi bizning dilimizdan xira qildi. Shu paytgacha qo'yilgan xo'rlangan rebellar ichida bu eng xo'rlanganlari desak ham bo'ladi. Qo'shni Qirg'izistondan olib kelingan bu rebelning holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Nafaqat rebelga, balki ko'pgina plastmassalarga superkley ishlatish bu o'ta bilimsizlik hisoblanadi. Bu o'rinda rebel foydalanuvchilariga tavsiya. Siz rebelningizni bu kimga topshirmoqchimisiz? U ustami yoki usta emasmi, tajribasi bormi? Avval tekshiring. Bu ko'rib turgan rebelinglar esa Toshkent shahridan olib kelingan. Havaskor usta ochganmi bilmadim, lekin juda yomon holatda sindirib tashalgan. Buni ham chetlariga superkley quyilgan. Keyingi rebelimiz Namangan shahridan olib kelingan. Bu ham tajribasizlarcha tuzatib ko'rishmoqchi bo'lishgan, ichlariga simlar tashalgan, shliflar uzib yuborilgan. Natijalarni bilish uchun bizga obuna bo'ling. Birma-bir joylab boraman. Fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Birovning omonatiga bu darajada zarar yetkazish qanchalik to'g'ri?